Hurmatli obunachilar, hamma joyga borsangiz, mana bu drabilkani 2 million 300 ming, 2 million 400 ming dastavkaga berilyapti-da. Bor yana 2 millionga oling deydi. 1,5 million so'mga siz uchun ajoyib, arzon, sifatli narxda drabilka boshlandi. Makkani pishgani, mana qattiq holatda yeysiz ko'ringlar. Tashlang. Ha, mana bu narsa voqaliklar juda ko'p so'raydi-da. Mana shu narsani chiqaramikan deydi. Bu somondan qattiqroq bo'ladi adashmasam. Qishloq bo'ladi. Ancha-muncha tarafga chiqarmaydi. Buni ham qarang. Mana. Bu narsa somondan ancha qattiq narsa bo'ladi. Keyin sizlarda yantoqlaring ham ko'p. Mabodo voqali obunachilarni ishqiboz bo'lsa, qarang. Qoyani ham oching-da. Silyos qilib qo'ygan. Tayyor silyos. Qarang. Mana. Tayyor. Qarang. Ko'pchilik setga qo'ymaylar. Biznikida setga qo'yib ham chiqaraverasizlar. Yagivar ham bunchalik olmasa kerak, menimcha. Hurmatli obunachilar, hamma joyga borsangiz, mana bu drabilkani 2 million 300 ming, 2 million 400 ming dastavkaga berilyapti-da. Bor yana 2 millionga oling deydi. 1,5 million so'mga siz uchun ajoyib, arzon, sifatli narxda drabilka topib qo'ydik. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli chorvadorlar. Hurmatli obunachilar, Farg'ona viloyati Yazovon shahrida akalar lider brend ostida akalarimiz qo'l mehnatida chiroyli qilib sizlarni, bizlarni, xalqimiz o'ylab mehnat qilib qo'ygan. Olasiz, chiroyli qilib mehnatini e'zozlab bittadan akalar rahmat qilib dasturxoningiz ustida bir dona duo qilib qo'yasiz. Elmurod akam chiroyli qilib o'zi ma'lumotini yetkazib beradi. Dastavkalardan muammo yo'q. Xudo xolasa aytgan joyingizga chiroyli qilib yetkazib beradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, sog'ligingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Obunachilar, yaxshimisizlar? Aka, charchamayapsizmi? Rahmat, yaxshi kelib oldingizmi? Xudoga shukr. Qalay aka ishlar? Xudoga shukr, sekin. Xalq xizmatida charchamayapsizmi? Xizmatda ishlab yuribmiz, sekin. Xudo xolasa narxlari yo'lida. Narxlari aka Xudo xolasa juda chiroyli. Xalqimiz paddisha qilib, lak bosib, kommentar yozib tursa, bundanda universal drabilkalar narxlarini sindirib beraman aka. Gap yo'q. Ma'lumotini berishni boshladingmi bo'ldi aka? Mana aka, eng asosiysi baloni bor aka mana. Bemalol. Udobniy. Kirib chiqishlar kattalashgan aka. Hampalar 53. Hop. Eng asosiysi aka setkalar mana aka, to'rtta setkasi bo'ladi mana. Bu bug'doyga, so'tali makkaga, bu qo'y boq, mol boqib beradi. Eng asosiysi undan ham setkalarni o'rnatishadi. Bittada. Qiyinchilik bo'lmaydi. Sanjarbek bizni drabilkalarda eng asosiy fishkasi bor-ku, setkalar o'rnatishadi. Asosiy narxidan ham ko'ra sifatga. Ko'rib ko'rasiz, standart bir xil. Standart. Unaqa Xudo xolasa ishlarimiz chiroyli. Aka, buni motor sohasini ham tushuntirib. Motor hozir eng hadovga ketayotgan 2 xil motor chiqaryapmiz. Hop. 3 kilovatli, 4 kilovatli. Endi bir xilgalar aytadi 6,5 kilovat. Bunga ham yozib qo'yaveradi misol, lekin u kilovatni bermaydi bu. 3 kilovatli motorimiz bor hozir, 4 kilovatli motorimiz bor. Dirkasida 6,5 yozib qo'yadi, lekin uni bermaydi. 4 kilovat quvvatni beradi. Gap yo'q. Aka, yana ham arzon, chiroyli, sifatli qilib beray deb 1,5 million devordingiz, ana rostmi ish qilib? Rost aka, 1,5 million. Mana. 1,5 million mana. Mana misol uchun buni motori aka mismi alyuminmi? Buni motori alyumin. Mana buni 1,5 millionlik drabilkani ham oyoqlari bor aka. Faqat bu quruq o'tga. Quruqqa. Nima endi misol pris, poya, beda, poya, faqat quruq o'tga. Tushunarli. Bu
Bitta setga xolos-da endi aka. Buni ham ikkita setkasi bor. Ikkita setkali. O'sha mayinroq, yiriroq qilib chiqavergan ikkita setkasi bor. Yo'q. 1,5 million farqini bilib olaveradi. Ha. 1,5 million so'm bu dastavkasi ichidami yo shetdan olib ketsam? Yo'q, bizni drabikalarning narxlari seximizdan chiqayotgan narxlari. 1,5 million so'm, ha, sexdan chiqayotgan narxlari. Dastavkalar kelishiladi. Joyiga qarab, xudo xolasa. Misol 2-3 ta olsa vodiy bo'la qilib berilaveradi. Vodiy bo'la qilib beriladi. Keyin bizgacha to'g'ri dastavkasi tekin mahsul, lekin bizniki gazli puliga olib borib beraveramiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, hurmatli chorvadorlar, buni ko'rdinglar, faqat quruq ishlatasiz 1,5 million so'mga o'sha yerdan olib ketaman desangiz qilib beriladi. Yo'q, dastavka qilib bering desa, akam aytmoqchi, gazini, jicha xizmatini, vaqtini ajratganiga xizmatini berasiz, olib borib beriladi. Kattasidan ma'lumotni bering. Kattasidan mana bir xil kattalari, hozir 3 kilovatlikda ham, 4 kilovatlikda ham korpuslari bir xil. Xo'p. Faqat 1,5 millionlik korpusi kichkina, o'zi puliga yarasha-da endi. To'g'ri. Ko'pchilik aytadi-da 1,5 million deydi, lekin uni hech kim hali ko'rsatmagan-da, faqat og'izda. Mana tayyor mana. Tushunarli. Endi misol aka, mana shu narsani ham qarang, hozir hech qancha farqi yo'q. Bu bilan buni o'rtasini manaroqqa ajratib turib, menga qiziqtirib, buni aytib turib, buni ko'proq sotib qo'yish emas maqsad. To'g'ri, maqsad. Ikkiosini ham ma'lumotini beryapti. Ikkalasini ham ma'lumotini beryapmiz, xudo xolasa. Aka, buni motori bir xilmi ikkosi ham? Yo'q, bu 2 kilovat. Kichkina motor. Bu 3 kilovatli motorimiz. Mana yonlardan ko'rsatamiz. Avtomat qo'yib beriladi, voltmetri bor. Motorni o'zida tashtasi bor. Kuyishini oldini oladi. Tashaveradi u. Kuchsa tashiydi. Gap yo'q. Bu misol shuni ham misol 5 kilovat solsam bo'ladi, lekin buni 3 kilovatga beraman men. Bu 3 kilovat quvvatni beradi. Tushunarli. Gap yo'q. Ishlatib ham beramizmi? Ishlatib ham beramiz. Eng asosiysi bu narxlari. Sanjarbek, kattalarini necha pul beramiz boy aka? Narxlari 2 million 300 ming. Xo'p. 3 kilovatligimiz. 2 million 500 ming 4 kilovatligimiz. Dastavkalari bormi bu? Dastavkalari 2 million 300 2,5 million ichida. Dastavkasi tekin aka. Odiyga tekin. Joni sog' bo'lsin. Vohalarga ham 2-3 ta olsak olib borib beraveramiz. Olib borib berilaveradi. Gap yo'q. Akalar, endi ishlashini ko'rsatamiz. Asosiy maqsad albatta men maqtaganingiz bilan nomi Drabilka, sifatini ko'ring, narxiga baho bering, uyingizga olib borganingizdan keyin asosiy garantiyalar aka. Qancha garantiya berasiz? Motorni o'ziga 6 oy, Drabilkaga 1 yil garantiya bor. Voy, joni sog' bo'lsin. Aka, ishlatamiz bo'lmasa, chiroyli qilib hurmatli obunachilar ishlashini ham ko'ramiz. Hurmatli obunachilar, endi apparatlarni ishlashini ko'ramiz. Boshlan. Bo'ladi aka. Mana aralashmani holat, hurmatli obunachilar. Tayyor atali bor. Xo'p, endi dumbi, makkani pishgani. Mana qattiq holatdagi ko'ringlar. Tashlang. Mana hurmatli obunachilar. Tez-u aka. Tez, xudo xolasa. Apparat tez-u. Endi hurmatli obunachilar, mana bu poxolmida aka? Bu sholi poxol Sanjarbek. Ha, mana bu narsa vohalilar juda ko'p so'raydi-da. Mana shu narsani chiqaramikan deydi. Bu somondan qattiqroq bo'ladi adashmasam. Qishloq bo'ladi. Ancha-muncha Drabilka chiqarmaydi. Buni ham xudo xolasa chiqarib beramiz. Chiqarib beramiz. Buni qo'yboq setkasida chiqarib beramiz. Gap yo'q. Bosing aka. Hurmatli obunachilar, qo'yga ham, molga ham o'zingiz rejimingizga xohlaganingizdek qilib apparatimiz 3 xil, 4 xil setkada ishlayveradi. Qarab turing. Qo'yani ishlatamiz. Bo'lani narsa, hurmatli obunachilar. Xo'ol. Mana bu narsa juda ham qattiq narsa, buni ko'pchilik o'zi biladi.
hali obunachilarimiz juda ko'plar so'rardi. Qarang. Mana. Bu narsa somondan ancha qattiq narsa bo'ladi. Keyin sizlarda yantoqlaring ham ko'p. To'ppa-to'g'ri. Mabodo bu hali obunachilarimiz ishqiboz bo'lsa, qarang. Qo'yani ham oching-da. Silyos qilib qo'ygan. Tayyor silyos. Qarang. Mana. Tayyor. Qarang. Ko'pchilik setga qo'ymaylar. Biznikida setga qo'yib yana chiqaraverasizlar. Yagivar ham bunchalik olmasa kerak, menimcha qarang. Xudo xolasa aka, endi bitta narsa esimga kelib qoldi. Mana svarkalarga ham xudo xolasa shoularga javob beramiz, quyilgan stillariga. Aka, Men buni tushungan odam bor-da. O'shuning uchun so'rab qo'yaman. Nima siz ba'zi bir svarchi, men o'zim ham svarchilik qilganman Rossiyada aka. Ancha xabarim bor-da svarka sohasida. Shuning uchun o'zim so'rab qo'yapman, o'zim uchun. Xudo xolasa stillardan qo'yib yuborishigacha javob beramiz. Javob beriladi, javob qo'yib yuborsa, xizmatni besplatni qilib beramiz. Motoriga o'sha 6 oy, dirabilgani o'ziga 1 yil kafolati bor. Hurmatli obunachilar, hurmatli chorvadorlar, akalar, ukalar, ekranda ko'rib turgan nomerda bugun ko'rasizmi, ertami, indingmi, qachon ko'rishingiz qiziq emas. Nomerga alo deb telefon qiling. Mana shu nomerlar ishlayapti. Ishlaydi, 24 soat ishlaydi. Alo deng, bor baraka, xudo xolasa yuzga chiroyli qilib olib borib beradi. Hammaga kattakon rahmat. Aka, obunachilarga xudo xolasa yo'lda qilib berasiz. Xudo xolasa. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Yaxshi insonlarga yaxshi narsalar hamisha nasib qilsin. O'zingizlarga ehtiyot qilinglar.